Farg'ona shahar Q universitetidan o'tganda Tabraskadan kirganda Ali Usmon kafesida biz oshlari hamda mangalda pishgan baliqlari, baliq kaboblarini yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. To'y oshi ekan. Hazillar qo'yib yeymiz. Tashin qalampir. Ali Usmon kafesi Farg'onada premium klassdagi kafe ekan. Ali Usmon kafesida oshlari har kuni soat 11 dan 2 gacha oshlari bo'lar ekan. Bemalol kelib yeb ketsalar ham bo'ladi. Oshni mazasiga umuman gap yo'q. Guruchlarini qarang zo'rligini. Oshni yaxshi ko'raman-da. Joylariga alohida gap yo'q. Xizmat ko'rsatishlari, tozaliklariga umuman hamma narsa joy-joyida. Oila bilan bemalol kelib o'tirgan alohida xonalari ham bor ekan. Ali Usmon kafesini daryo baliqlaridan yeb ko'ramiz. Qiltanoqlari ham yo'q. Mangalda pishgan daryo baliq. Smetanaga botirib yeymiz. Qiltanog'i ham yo'q baliq ekan. Smetana bilan. Chiroyliligini qarang. Barbekyu sosiskalari akalarimiz maxsus o'zlari uchun sosiska qildirar ekanlar. Maqtaganlarcha bor ekan. Baliq kabobni qarang. Baliqning hidi ham yo'q. Описаниеda nomerlar qoldiramiz. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilib, jo'yatib, ovqatlar zakaz qilib kelishlari mumkin. Farg'ona shahar Q universitetidan Tabraskaga kelganda Ali Usmon kafesini taomlariga umuman gap yo'q. Barchalarini kutib qolamiz.